Siz baxtlimisiz yoki shunchaki noshukrlik qilyapsizmi? Keling, bugun ochiq gaplashamiz. Biz tez-tez hayotimizdan noliymiz. Internet sekinligidan, havo issiqligidan yoki shunchaki kayfiyatimiz yo'qligidan. Endi tasavvur qiling. Siz shunday bir do'zaxda yashayapsizki, u yerda sizning nafaqat huquqlaringiz, balki o'z ismingizga ega bo'lish imkoniyatingiz ham yo'q. Siz shunchaki erkak kishining mulkisiz. Ustingizdan har kuni bombalar yog'iladi. Atrofingizda esa faqat urush, o'lim va qon. Xolid Husayniyning Ming quyoshli shu'lalar romani aynan mana shu do'zax ichida yashab, ayollik g'ururini saqlab qolgan ikki afg'on ayolim Maryam va Layloning fojiali ammo matonatli taqdiri haqida. Bilasizmi, bu asar shunchaki o'qilmaydi, u yurakdan o'tkaziladi. Roman sizni urush yuz berayotgan Afg'oniston ko'chalariga, sovuq va hissiz bir xonadonga yetaklaydi. Bir tomonda umrida mehr ko'rmagan, xo'rlangan Maryam, ikkinchi tomonda urush barcha yaqinlarini tortib olgan go'zal Laylo taqdir ularni bir zolim erkakning qarshisida birlashtirdi. Lekin asarning nomi nega Ming quyoshli shu'lalar? Chunki muallif bizga eng dahshatli sharoitda ham inson ichidagi ezgulikni o'ldirib bo'lmasligini ko'rsatadi. Maryam va Layloning bir-biriga bo'lgan sadoqati, bir-birini qutqarish uchun qilgan eng oliy qurbonligi zulmat tundan keyin chiqadigan ming quyoshli shu'la kabi porlab turadi. Asarni o'qir ekansiz, har bir sahifada nafasingiz ichingizga qaytadi va eng muhimi, o'z hayotingizga, tinchlikka, yoningizdagi yaqinlaringizga qarab shukrona ayta boshlaysiz. Xulosa o'rnida aytishim mumkinki, urushlar uylarni vayron qilishi mumkin, ammo ular inson ichidagi mehrni va umidni hech qachon yo'q qila olmaydi. Qobulning har bir tomida yashiringan minglab quyoshlarni sanab bo'lmaydi. Agar bugun tinch osmon ostida yashayotgan bo'lsangiz, hayotdan nolishni to'xtating. Bu kitobni o'qing va baxt aslida nimaligini qaytadan his qiling.